6, 7 metr deb nomladim. Reglament 3-4 daqiqa. Oldingizda shu metod bor. Konvertga solingan, oling marhamat. Hammaga yetadi. Tarqatasizlar, tez tarqatib olinglar. Xo'p, ana endi o'qish kitobini ochasiz. Kimni sinfi? 4-sinf. Maniki. Yaxshi. Xo'p. Kitobdan 13-betni oching. 13-betni oching. Ochdingizmi? Xo'p. Bu metodning shakli qanday bo'ladi? Bu o'tilgan mavzu. Siz darsga kirib kelganingizdan oldin o'tilgan mavzuni mustahkamlaysiz. Mana qarang, bir chekkadan boshlayapman. Oldin tanishib oldim sizlar bilan. Keyin o'qish fani boshlandi. Ketidan ona tilini o'qiyman, matematikani o'qiyman. Mana shunaqa qilib yakunlamoqchiman bu. Xo'p, hozir o'qish fanidan o'tgan mavzuyimiz Buyuk Mehriy degan she'rni o'tganman. Shu she'rdan 3 so'zli, 4 so'zli, 5 so'zli, 6 so'zli, 7 so'zli so'zlarni topib, harfli so'zni topib belgilaysiz va 3-4 daqiqa ketdi. Birinchi bo'lgan qo'lda tartishib yoki o'sha joyga yetishingiz mumkin. Aytiraymi? Bu birinchi qo'l ko'tarishdi. Birinchi 3 taligi ona so'zini yozdik. Yaxshi. 4 taligi Erur, 5 taligi Osiyo, 6 taligi Gulshan, 7 taligi O'zbegim. Yaxshi qarsak chalamiz. Xo'p, sizlar bo'ldinglar keyin. 3 taligi Nur, Erur, Suyak, Turkiy, Hayotim. Qarang, qaytarilmagan so'zlarni mana yozishdi. Bularda ona keluvdi, 3 ta so'zli harfli edi. Bularda nima keldi? Nur keldi. Yaxshi, barakalla. Sizlarga Bor, joni, so'zli, Turkiy, diyor. ana bu ham qaytarilmagan so'zga keldi. Yaxshi, barakalla. Sen, joni, bag'ri, olamda, o'zbegim. Yaxshi, barakalla. Sizlar Bor, Erur, Borim, Navoiy, Xotirda. yaxshi. Yana bitta. Bor, Erur, Osiyo, olamda, Mehriy. Yaxshi, barakalla. Endi nima ro'y berdi? Albatta xulosasini qilamiz. Nima ro'y berdi? Tezlik, Sizda vazifa qilmagan o'quvchi beixtiyor shunga o'zi berilib kirib ketadimi? Nimani qidiryapti bular? Qani to'xta ochingchi, mana ham deb ko'radimi bola? Demak, uyga vazifani yana bir bor esda olishga, saqlab qolishga va dars qilmagan o'quvchi o'zi bilmagan holatda kitobni ochib, o'sha katakdagi nima yozyapti deb qiziqqan holda kollaboratsiya bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda 4 ham ketyapti. Demak, bu usulimiz 3, 4, 5, 6, 7 metodi ekan. Yaxshi.